Salom do'stlar, Avtohub'ning ilk soni Sergeli mashina bozorida. Biz boshladik. O'xchi, bu jentran turishini qaranglar. U holati va shu udar ekan. Tako rangi ham udar turibdi. Motorlarini aytmasa ham bo'ladi, ko'rinishini qaranglar. Assalomu alaykum aka. Mashina sizdan ekanmi? Tako mashinani ko'rsanglar bo'ladi. Motorlarni, salonlarini ko'rsatingchi qani bir. Hozir akamiz telefon gaplashayotgan ekan. Shundan keyin mashinani o'zini obzor qilib turaylik. Ungacha telefon gaplashib bo'lganlaridan keyin bemalol ma'lumotlarini olsa bo'ladi. Ato bor ekan bu yerda. Balonlarning holatini ko'rsatsangiz bo'ladi. 2023-yil ekan, 25000 kilometr yurgan. Toza. Narxlarini yozmagan ekan akam. Keling ungacha bonuslariga o'tib turamiz. Keling mana oq qolib o'tsangiz bo'ladi. 2021-yil. Aka, mashina sizdanmi ekan? Ha. Ma'lumot bera olasizmi? Yo'q, biz YouTube'ga qo'yamiz buni. YouTube'ga qo'yar mana. 2023-25 yurgan top toza mashina. Tonirovka bor, pult bor, 4 ta yangi baloni bor. Ha, pultlarigacha bor. Narxini qancha deyapsiz aka? 15600 so'raymiz, 15000. Bo'lari qancha? Bo'larini qo'ysangiz bo'ladi, biz qo'yamiz. 15300 qo'yar. 15000 ga bersa qanaqa bo'ladi? Yo'q, 15000 ga beraman. Endi bo'lsa bir kelib maslahatlashasizlar, o'zingiz nomerlaringizni qoldiramiz. 15600 so'rayaptilar, o'tib beradilar deb ana. Bo'ldi, akamlar qaranglar, o'tib beradigan joylari bor ekan, 15300 deyishyapti. Agar takoq qilib so'rashsanglar, zo'r bo'ladi. Nomerlarini qoldiramiz. 93li 539 45 44. Akam rahmat kattakon. Salomat. Endi bu yo'lga o'tadigan bo'lsa, bular ham sizdanmi aka? Ha, bular ham mana. Bularning narxlari qanaqa? 2021-yil gaz, propan. Bu ikkalasi ham bormi endi bunda? 113000 yurgan. Akam bitta bagajini ochib o'ra olasizmi? Вот. Akam, bu yoqqa olib keling. Propanlar takoy. Shu. Propanda ekan bu mashinamiz. 12000 deyishyapti, takoy. O'rtacha 2021-yil 113000 yurgan. Bu ham xuddi shu. Yo'q. Yuring, akam azgincha bu yoqlarga yursa yana ko'ramiz ham mashinalarni. Kerak. Tako yurib kelaveraylik-da. 22000 avtomat. O'xchi, oxirgi pokoleniya. 23-yil ekan. Assalomu alaykum akam. Yaxshimisiz? Mashina sizdanmi ekan? Chakda. Holati toza, kraska. Top. Top toza. Plyonka, shumka, amerikanka, Ha, shumka. Hamma narsa bor. O'xchi, Malibu barlarini qaranglar buni. Monitorlarigacha Malibu bar. Tako. Bu benzindami ili? Benzin. O'xchi, shumkani ham zo'r qilinibdi. Ya bo'ldi, olinmaydi aka. Akam, shumkani bitta ana olib qo'ysak. Keling. Вот, ovozni eshityapsizlar. Mazza qilasizlar-da, bor. Plyonka, kapot, ikkita kimlo, keramika. O'xchi, hamma narsasi full ekan buni. Buni narxini qancha deyapsiz, otam? 16000. 16000. O'tib berari bormi? Tako telefon qilishadi. Bizning nomimizda. Raqamini qoldiramiz, takoy. Lekin mashina udar ekan, holatiga gap yo'q. O'tib berari bor. 97li 768 0604. Bemalol kelib savdolashsalar bo'ladi. Telefon nomerlarini qoldirdik. Ketdik. Tezroq qilishimiz kerak bundan buyog'iga. Bizning vaqtimiz qisqa. Lekin bemalol emas biz. Biz endi birinchi sonimiz bo'lganligi sababli jentralar qatoridan boshlashga harakat qildik. Qanaqadir ko'zga tashlanadiganidan chiqmayapti. Bu bitta 10x bor ekan. 10x ko'ramizmi? 10x qiziqadiganlar bormi yo? Вот, mana motori Premier Plus ekan. Yep-yangi 2025-yil, atigi 12000 yurgan. Buncha egasi ko'rinmayapti.
Ato yengida hali salonlarini ko'rsatsangiz. Yo sotilmagan bo'lsa kerak, lekin motor ochib turibdi. Necha bosavering ekan. Bot propan ekan bu mashinamiz. 12000 kilometr yurgan. Hali bu yengida bor. Nomerlarini qoldiramiz. 98lik 360 37 57. Ismlarini bilmadim. Ato bundan oldingi nomerlarni olganimizda ham ismlarini so'rash esimizdan chiqib qolibdi. Bemalol telefon qilib gaplashib olsanglar bo'laveradi. Oq Gentra qo'ymadigan adashmasam. 2019-22. Nimagadir qora e'tiborni juda ham tortyapti shuni hisobiga. Akam yuring, nariga qatorlagan bir o'taylik, Gentra ato. Nimagadir nabishni ko'rinmayapti men ko'zlarimga. Avtomobil Tracker. Qo'yamiz ham. 79 ming yurgan ekan. Umumiy holati toza. Qancha? 13 ming. Shu. Buncha 13 ming. 79 ming 5 yil atigi. Balonlarning holatini ko'rsatsangiz bo'ladi. O'rtacha ekan holati. Salonlarni ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu ham propanda. Yo'q, bu benzinda. Takoy. Nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Narxlarini cho'ta ko'ring 13 ming deb. O'tib berari bor. Takoq o'tib beradilar 99lik 758 88 22. Yana bitta trackerlar bor ekan. Bunisi 81 ming yurgan ekan. Bundan ozgincha pastroq. Buni esa yil 2009 20 yo'q 12500 larga ekan. Ato bemalol o'tib berari bor. Bu ham benzinda. Holati kraskasi haqida ma'lumot olmayapmiz, chunki egalari yo'q. Bilmadik endi kameradan qochishyaptimi, qaysi ma'noda bilmadimmi. Aka megasizmikan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Buni kraskasi qanaqa? Tozami, polni? Qaytadigan yozganman, top-toza mashina. O'tib beradi qanaqa bo'ladi, aka? Bo'ladigan narxini yozganman, mayli bonusiga notarisini bitirib beraman. Notarisi shuning ichida. Ichida qilib beraman. Ikkalasiga hammi? Uchaloviga ham. Uchinchisi ham, bu ham sizdanmi? O'qdi. Bu ham 72 ming yurgan ekan. Buni ham narxi 12500. Bunda o'tib berari bor, aka? Hammasini notarisi bonus. Hammasida notaris bonus. Bunda ham ana benzinmi polni? Bu ham benzin. Vashi udar ekan, lekin ishoninglar. Uchalasi ham toza mashina, bemalol tekshirib, holatini ko'rib, ana o'qsanglar bo'ladi. Uni ko'rib turganingizdek, balonlar ham takoy. Balonlarni ko'rsatdingizmi aka? Udar holat, ishoninglar. Prosta op. Kiyimga kal tutqazsanglar bo'ladi. Buni ham nomeri bir xil 99 757 88 22. Ogam ismingiz nima? Shuhrat akaga chiqib bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Taka o'tib berib, notarius eng qizig'i o'zining ichida bo'ladi. Rahmat aka, kattakon. O'xti, Malibu. Vot. Qiziqadiganlar bormi? Bu bizning birinchi Malibu obzor qilishimiz bo'ladi. Motorning holatini ko'rsatsangiz bo'ladi. 2018 Malibu 2 52000 probay bo'lgan, kraskasi toza. Kraskasi polni toza, aka. Assalomu alaykum. Ismingiz nima aka? Sardor aka. Bemalol salonlarni ko'rsatsangiz bo'ladi. Propan bor. Takoy. Bu qancha deyapsiz aka? 21.7 yana o'tib beriladi. O'tib beriladi. Takoy kelib savdoni qilsanglar bemalol o'tib beradigan joylari zo'r ekan. Propan oxirgi pokoleniyasi. Nomerlarini qoldiramiz. 97 704 77 86. Ism Sardor aka. Bemalol maslahatlar ana o'qisanglar bo'ladi. Aka, rahmat kattakon. Xo'p aka. Bitta Malibu chiqib ketdi bor aka. Mashina nima? Ato, bilmadim. O'xti, Monza. Monzachilar, shu yerdamisizlar, deb. Mayda. Uni holatini ko'rsanglar bo'ladi. Takoy. Ha? Ha, bu ham benzinli ekan. Kraskalari top-toza. 2023-yil ekan. Akam ichkarida o'tiribdilar. Olmay, shartaman, anis. Gapiradi-da. Ha? Ha, nomerlarini qoldiramiz. 26 ming yurgan ekan, va shudar ekan lekin. Narxini nima yozmagan ekan aka? 95lik 090 72 27. Akam besota qilmaylik. Bemalol yotib o'rsinlar.
so'kish eshitib olmaylik uni orqasidan ham. o'nta qazoratda har Yana nimani ko'rsa bo'ladi? Elektromobillarga ham qiziqadiganlar bormi? Yozib ketinglar. Aytgancha bu bizning ilk sonimiz hisoblanadi. Shunday ekan, podpiskalarni dang'illatib, layklarni dang'illatib tashlaymiz. Kitobi ozgina endi biz ham boshlashimiz kerak. O'xchi. Yonib turibdi akam, yonib turibdi. Sho. Qanaqa bir neobычный jentrallarni qatoridan topsa bo'lar ekan-a? Men ko'rdim, qizil trekkeri ko'rdingizmi deyapti. Ot yana bitta. Tako boyagida. Monzachilar, sotamisizlar. Toza ekan, 2023-yil. O'xti, narxini ham tako qo'yibdi. O'xti, bu ham full variantimi deyman. Bemalol salonlarni ochib, umumiy ko'rsatsangiz bo'laveradi. Balonning holatlarini 39 ming yurgan ekan. Navoroglari bor. Navorotlari bor. O'zi adashib ketdim. Assalomu alaykum. Mashina sizlarmi ekan? Egalarini doimgidek topolmaymiz. Avtomat korobka eng full varianti bu ham. 97 nomerlarni qoldiramiz. Tako bemalol o'qisak bo'ladi-da. 97 761 99 99 tako. Mashinaga o'xshab nomeri ham neobычный. Uxti. Вот, buni boru. Bitta ko'rsatmasak bo'lmaydi. O'xchi, mana bu yoqqa olib keling, buni. Turishini qarang, turishini. Bu ham full varianti. Prosta ichiga olib kiring bitta. Orqalari bilan, salonlari bilan shunday ko'rsatib o'tsangiz, bu haqida umuman ma'lumot yo'q, bilmadim. Qattiq akalar. Chota bilmadim. Bizning ham birinchi videomiz bu. Qanaqadir noodatiy holatlar bo'lsa, uzr. Lekin bratlar ham chota ko'rinmayapti, egalari ham. Dashi sotib olayotgan odamlar ham egasini topa olmayapti. Chota kamerani ko'rib yo'q qoldimi? Bilmadim endi. Endi ozgincha o'tlaylik. Shu biz nima desa bo'ladi? Holatda takoy ko'ringan mashinalarni olib chiqazaveramiz. Trekker ko'rsatdik, adashmasam. Jentrallar qatoriga o'tdik. Narxlarni o'zingizlar ko'rdinglar. Biz Captiva ko'rsatib ketamiz ham. Nomerlari bor ekan faqat, narxini yozishmagan ekan. Bu yerda Captivalar hammasi qo'yib ketilgan. 2013-yil 106 ming yurgan. Tako buni ochib ham bo'lmasa kerak. Bu mana salonlarni bemalol ko'rsatsak bo'ladi. Balonning holatini. Buni turishini qaranglar. Вот. 2013-yil 106 ming yurgan. Endi narx haqida chota yozmaganligi uchun ko'ra olmadi u. Mana bemalol 99lik 090 30 00. Okamizga bemalol aloqa chiqsanglar, chotki narxlarda qilib berishadi. Opa. Bitta oxiriga o'taylik. Tako mashinalarni ko'rsatib kelyapti, to'g'risi. Havoni gapirmasa ham bo'ladi. O'xtima. Eng qiziqadigan mashina mana shuda. Equinox. Kraskasi toza. Probek 7800. What the hell? 7800 mi? Bu вообще bu hali. Bu takoy. O'xchi, lekin balonlari xolos o'rtacha ekan. Uni qarang. Bunga hali propan ham qo'yilmagan. Takoy. Ishoninglar. Prosta op haydaydigan joyi. Assalomu alaykum, aka, sizlarmi ekan? Qancha deyapsiz aka buni? 36900 o'tib berari bor ha? 36900 deyapti. Tako bemalol
Akamga telefon qilsanglar chotki narxlarda qilib berishadi. Ismingiz nima aka? Akbar? Ya telefon qilishadi aka shunga qilib 90lik 909 0770 raqamiga qilsanglar bemalol kelishtirib yili ham 23-24 yeb yangi hali bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mayli aka, rahmat kattakon. Ketdik. Nimagadir bu bozorda qizil rang neobычный ko'rinyapti meni ko'zimga, to'g'risi. Yana bitta qizil. Haqida ma'lumot yozilmagan ekan. Net, bilmadim, nimadir qizil meni ko'zimni tortyapti. Tako turushini ayniqsa bor. Yana bitta Econox. Shuni ham ko'rib o'tib ketaylik, keyin 4 ta inomarkani qo'yamiz. Bemalol. Bu inomarkamizni ham ko'rsatsangiz, inomarkamiz Econox ko'rsatsangiz bo'ladi. Yil 2023-yil. 18 ming yurgan ekan tigi bu ham. Bemalol salonlargacha ko'rsatsangiz bo'ladi. Balonning holatlari. Bu akamiz quflab qo'ygan ekan. Balonning holatlari o'rtacha ekan. Lekin probegi 18 ming. Taka bilmadim nimaga bunaqa. Buni oldingisi ham xuddi shunaqa bo'ldi. 78 ming yurgan bo'lsa, lekin baloni noodatiy edi. Yo, meni ko'zimga shunaqa ko'rindimi? Narxini aytdimi buni? Narxini yozmagan adashmasam. Nomerlarni qoldiramiz, bu ham 37 talar bo'lsa kerak, takoy. 37 talar, 36 talarga bemalol harakat qilsanglar bo'ladi. 98 lik 308 08 08. Akamizdan nomerlarni qoldirdi, bemalol aloqaga chiqib savdosini qilsanglar bo'ladi. Xullas shunday sotilar ekan. 2007-yilda probegi 223 ming. Motori 2.4. Holatlari top-toza. Top-toza ekan. GL degan modellar. Bemalol hamma joyini ko'rsating. Kimdan ekan? Lekin shunaqa zo'rmaylar ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Oshnasizmi ekan tog'ajon? Buni narxi qanaqa? 12700 toza kraska. Kraskalari toza. Xolos. Ha, Faqat benzinda ha, yurgan. bo'ldi. Faqat benzinda yurgan mashina. Faqat benzinda yurgan ekanlar. Ham halolini qaytarib Bemalol tekshirib olaverasizlar. 12700 dedingizmi? Ha, kelishtirib o'tib beriladi. Kelishtirib takoq o'tib beriladi. 97 lar nomerlarni qoldiramiz. 97 lar 733 9907. Ismingiz nima tog'ajon? Qudratulloh. Qudratulloh akaga bemalol chiqib murojaat qilsalar o'tib berari bor. Mayli akajon. Kanal shu. Bizaniki avtohab. Chiqadimi? Da, endi qo'yamiz. Biz endi boshladi u. Endi boshladi. Bemalol. Yo'q, 2-3 kunda chiqadi nasib bo'lsa. Mayli akajon, rahmat kattakon. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Lekin mashinaga gap yo'q. Ishoninglar. Mana taqoni birinchi anolari ko'rsatib bo'ladi. Birinchi qalabadi. O'shalar. Lip motor. Shunga ham qiziqadiganlar bormi? Yozib ketinglar. Bilmadim, meni ko'zimga unchalik ko'rinmaydi nimagadir. Chiroylimi, ili qanaqadir. Bilmadim, ne xullas, g'alatiroq. Range Rover. Hayotning mazmunisan go'zalim dedi-ku. Xuddi shunaqa-da bu ham. Bosaveramiz, bemalol. Akaga ko'rsak bo'ladimi? Kameralarni bemalol holatlariga aniqsiz bo'ladi. Qashqadaryolik akalar dedi-yu. Assalomu alaykum akam. Bu holatlari qanaqa aka? Kraskalari? Ha, sepilgan. Yili necha aka? 2009. Propan ili benzin? Propan ham bor. Propan, ha? Nechtalik? 65 talik. Uni narxi qancha aka? 14,5 14,5 ming. O'tib bo'lish qanaqa? Bo'lishini qo'ysak, takoy. Qasida gaplashamiz. Ha, nomeringiz?
98 98lik 777 777 79 79 29. 29. Ismingiz nima aka? Ha? Oybek. Oybekda. Bo'ldi aka, bemalol aloqaga chiqishadi. Mayli aka, rahmat kattakon. Lekin ishoninglar, buni bor o'ziga yarasha bilasizlar-ku. Obro'si ham boshqa narsasi ham bor-da. Bitta tuting shunga, bitta tuting. Genesis. Buni ham mazax qaydasizlar bo'ladi, tako skromniy. Bo'laveradi, 14 yil aka. Kraskalar tozami aka? Kraskalar. Ha, tako, bitma bor ekan. Orqa salonni ham bir ko'rsatib qo'ying buni. Bu bor, prosta olib haydaydigan joyida. Rolling naborotlar hammasi. Voy, lekin eshikdagi holati xudar ekan. Aka, bu narxini qancha dedingiz? Narx 20 ming. 20 ming. Probega qancha dedingiz? 320 ming. 320 ming. Yili 14. 14. Eng fulli. Eng fulli. Bolari qancha bo'ladi? Qo'ysa tako qilib pilvon qilishadi o'zlari. Bular azgina o'tib beramiz. O'tib berasiz. Nomeringizni aytsangiz? 90lik 90lik 816 816 66 68. 66 68. Ismingiz nima aka? Jamoliddin. Jamoliddin akaga bemalol aloqaga chiqaversangiz bo'ladi. Taka o'tib beradi bor. Mayli aka, rahmat kattakon. Lekin ishoninglar, mashina maza qilasizlar-da. Bosinglar aka. Rahmat aka. Bizga shunaqa motivatsiyalar qanaqadir banavi bo'lsa, o'shaning orqasidan taka ketaveramiz-da. Menda hozir birinchi videoyim bo'lishiga qaramasdan, gapirishimda hali xatoliklar ko'rmadim. Hatto tashqarida mashina sezilayotgandir. Nissan ko'rsatamizmi? Mana buni bosgan yaxshi ekan. Holatini ko'rasizmi? Nissan Maxima. 3 litr ekan. Avtomat. Necha ekan? 2003 ekan yili. Cho'ta yozuv bilan kelisha olmayman deb bor-ku. Qo'shimcha naborotlari ancha bor ekan. Vashi maza qiladigan narsalar bor ekan. Narxiga keladigan bo'lsa 6,5 ming ekan. Bemalol kelishib, takko qilsalar bo'ladi, ishoninglar. Ko'rsatyapsizmi akam salonlarini? Buni rangini o'ziga vashi tortadi-yu. Takoy. Endi bu mashinaning nomeriga keladigan bo'lsak 98lik 127 1077. Bemalol aloqaga chiqsanglar, sizlarga takoy narxlarda qilib berishadi. Shtobi egasini ko'rmadik. O'z egasini cho'tdi ekanlar. Xullas akam, bizani bugun manzilimiz shu ekan oxiri. Lekin qo'ldan kelgancha hamma mashinalarni ko'rsatib degan umiddamiz-da. Biz hammasini ko'rsata olmadik, hatto ko'zga ko'rinadigan. Keyin jentillardan qo'ldan kelgancha ko'rsatdik, shtobi narxlari bo'yicha ham, holati bo'yicha ham bemalol ko'rsatib degan umiddamiz. Endi sizlar aytinglar, biz shunga qarab qayerga borishimizni, qanaqa mashinalar ko'rsatishimizni aytsanglar, o'shanga qarab sizlarga ma'lumot bera olamiz. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Like bosishni unutmanglar, muhimi obuna bo'lishni ham.